Xayrli lahzalar, xush onlar tilaymiz barchaga. Yaxshilar, bugun kechagi mavzuyimizning davomi, ya'ni sizning tug'ilgan sanangizga qarab xarakter xususiyatlaringiz qanday? Shu mavzuni davom ettiramiz. Bugun 2, 11, 20, 29 sanalarda tug'ilgan insonlarning xarakter xususiyatlari haqida gapiramiz. Bu shaxslar diplomat, tug'ma psixolog, tug'ma manipulyator insonlar. Aynan shu insonlar hisoblanadi. Ular qachon sizni manipulyatsiya qilganini bilmaysiz ham. Albatta, ular o'z foydalari uchun va sizning foydangiz uchun ham ba'zan manipulyatsiya qilishadi. Ular yaxshi ota-ona, yaxshi do'st, yaxshi mutaxassis, o'z kasbida o'zini ko'rsata oladigan insonlar hisoblanadi. Agar ular uy bekasi bo'lsa yoki hali yosh, kichik bo'lishsa ham, ular o'z ishini bilib, o'z mas'uliyatini his qilib, barcha ish faoliyatlarini bajarishadi. Ular judayam aqlli bo'lishadi va ularning minus tomoni esa ko'pincha boshlagan ishlarini oxirigacha yetkazishmaydi. Sevgi munosabatlarida ham ba'zan ko'pincha qiynalib turishadi. Agar ular birdamlikni, birlikni yo'lga qo'ysa, ularda ko'proq pullar, sog'liklar yaxshi bo'lar edi. Ular sevimli shaxslar hisoblanadi, lekin sevgiga va sevgi munosabatlaridan qochishadi. Ular 45 yoshgacha judayam o'sha kuchli ishlashadi, ish faoliyatida bo'lishadi. Undan keyin ham to'g'ri ishlayverishadi, lekin pulni to'g'ri ishlata olmaydilar. Ya'ni pulni ushlab qolishda adashishadi. Keragidan ortiq sarflab yuborishadi ham ba'zan. Ularning yana bir minus tomoni, ular doim hammani kontrol qilishni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni hammani boshqarib, bosh bo'lib, hammani o'z istaklariga ko'ra yashatishni yaxshi ko'rishadi. Bu esa ularning minus tomoni hisoblanadi. Ular doim oldinga qarab intilaman deb asosiy odamlarni unutib qo'yishadi. Hozir aytishlari mumkin, yo'q, unutmayman, adashasan, yolg'on gapiryapsan deyishlari mumkin, lekin unaqa emas. Unutmayman deganlari bilan baribir asosiy insonlarni unutib qo'yishadi. Bu shaxslarga bashorat qilganlar, yangi bilimlarni topganlar, yangicha fikrlaydiganlar masalan yoqmaydi. Lekin o'zlari bemalol bashorat qiladi, yangi nimalarnidir, qandaydir gaplarni, fikrlarni o'ylab topib bemalol gapirishadi. Ular agar istamasa sizga past baho ham berishadi, istasa baland baho ham berishadi. Xullas, ularning xohishlariga bog'liq ko'pincha. Demak, bu insonlar o'sha aytganimizdek manipulyator, diplomat, juda ham go'zal va suyukli, sevimli insonlar hisoblanadi. Bu insonlar hayotida doimo uchburchaklik bo'ladi, ya'ni hayotida yoki oilasida, yo oilasidan tashqari kimdir yoki kimnidir unutgan yoki kim bilandir orasi uzilgan va shunday holatlar ko'proq bo'ladi. Ular sevgini ortga surib, ko'pincha karyerani oldinga qo'yadi. Ammo ular sevgini ham, karyerani ham teng olib borsa, ularga ko'proq farovonliklar, baxt va omadlar ko'proq keladi. Va ular kontrolni kamaytirishsa yaxshi. Ularni sevuvchi insonlarni ham qadrlashsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki ular ko'pincha ularni sevuvchilardan qo'rqib, sevmaydiganlar tomonga intilishadi va bu befoyda hisoblanadi. Va ular mana shunday ajoyib insonlar hisoblanadi. Demak, 2, 11, 20, 29 sanalarda tug'ilgan insonlar haqida gapirdik. E'tiboringiz uchun rahmat.